Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Tinchmisiz? Rahmat. Hoji akam Buvaydadan keldi. Alloh salomat qilsin. Ziyoratlarda, umralarda yakuniga yetkazib oldik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mehmon sharoitlari haqida ozgina. Sharoitlar Xudoga shukr, hamma narsa yetarli. Ovqatlariga zo'r, halol. Keladiganlar tavsiya qilamiz. Kelinglar. Mana ko'pchilik issiq dedi, boshqa dedi, mana mehmonxonalar salqin. Bemalol mana. Qiyinchilik yo'q-da. Qiyinchilik Odam yo'q. Mana qorlarimiz inshaalloh vaqtga qarab shu paytda zo'r bo'ladi deb olib chiqishib, inshaalloh mana ziyoratlar qilib keldik. Alloh salomat qilsin. Ilohim bularga ham tan joyi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Amin. Salomat bo'linglar. Ilohim bularda ko'rmasin, Alloh panohida asrasin. Amin. Mehmonxonalar ham yaqin. Mehmonxonalarga zo'r, mana toza, hamma narsa yetarli. Ana hoji buvamlar. Alloh salomat qilsin. Ilohim Alloh qabul qilsin. Yana qayta ko'rishishga. zo'r, Xudo xolasa.